pul xarajat qilib umrlarini o'tkazmasdan ertaroq oldirib tashlaganlari ma'qul ekan. Aslida angina kerak emas. Qachon kerak emas? Agar u oyoqqa og'riq bersa, yurakka og'riq bersa, buyrakka og'riq bersa, tez tomoq og'rishiga sabab bo'lsa, angina kerak emas hisoblanadi. Xuddi shunaqa bitta bemorimizni operatsiya qilganimizda 1 yil oldin ro'ppa-rosa oyoqlari rosa og'rigan, yuraklarida og'riq bo'lgan bemorimizni mana 1 yildan keyin uchrashdik, o'zi so'rayapmiz, ahvollari biz kutgandan a'lo darajada, o'zlaridan eshitib ko'ramiz. Men 1 yil oldin bu poliklinika haqida surishtirib bilib keldim. Undan oldin menda surunkali tanzilit edi. 20 yil davomida odamlardan eshitib olish mumkin emas deyishganiga rosa davolanib yurdim. Hech natija bo'lmagandan keyin bularni bilib shu yerga keldim. Mana anginani olgandan beri menda og'riqlar yo'q, tomoqni tez yudirmayman, noxush hid kelmaydi, sog'lig'im joyida, yaxshi Allohga shukr. Borlariga shukr, shu poliklinikani ochganlarga, katagonlarga, Otabekchilarning shogirdlari hammalariga kattakon rahmat. Menga o'xshagan bemorlar bo'lsa, ko'p kutmasdan menga o'xshab 20 yil kutib, pul xarajat qilib umrlarini o'tkazmasdan ertaroq oldirib tashlaganlari ma'qul ekan. Sizlarda ham doimo tomoqda, yurakda, oyoqda og'riq bo'lsa, albatta lor shifokor yoki bizga murojaat qiling. Inshaalloh Alloh o'zi bilan davo qilib beramiz.